Xullas, skidka pikitga emas, tillarning narxi o'zi tushdi. Tillarni olib kelsangiz imkon qadar balandroq qolishga harakat qilamiz. O'zimizni tillarimizni hozir sizlarga ko'rsatadigan narsalarimizni arzon narxlarda xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Hech qanaqa skidka pikitga emas, tillarning narxi tushgani uchun tushgan narxni olib ketsanglar bo'ladi. Shunchaki sizlarga arzon bera olaman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Slitkalarimizni grammini $150 dan qilib beraman. 5 talik, 10 talik, 20 talik bor. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nimalar bor? Hop, mana bu qalin narsalarning grammini $93 dan qilib beraman sizlarga. Rolex yangi taqilmagan tillarlar bular. Rolex ilonizidan suzma mana bunaqa sipochkalarni, ikkiga mana bunaqa jostki brasletlarimni ko'ryapsizlar. Dorikali mana bunaqalarni $93 dan xarid qilib ketsanglar bo'ladi, bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana bunaqa grammi katta sipochkalarim bor, grammi kattalarini, chista 10 dan oshu 15, 14, 16 grammliklarini ham $93 dan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Yana nima olsanglar bo'ladi? Kelsanglar mana bunaqa komplektlarimni grammi kattalaridan ham $93 dan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Qiziq bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilinglar, tezroq kelib ulgurib olinglar. Men pul yechayotganimdan sizlar foydalanib qolinglar. Sog' bo'linglar.